Jek London hayotga muhabbat hikoyasida insonni tabiat kuchlari bilan yonma-yon, basma-bas tarzda tasvirlaydi. Insonning kurashuvchanligi va umidiga urg'u beradi. Hikoya qahramonining hayotga bo'lgan muhabbat o'lim ustidan g'alaba qozonadi. Hikoya o'ziga xos syujet qurilishiga ega. Boshida yo'lga chiqqan, aniqrog'i borgan yo'lidan iziga qaytayotgan ikki yo'lovchining holati tasvirlanadi. Ulardan biri Bill oyog'i chiloqlanib qolgan sherigini tashlab ketadi. Shundan keyin bepoyon kengliklarda bittagina qahramonning o'zi qoladi. Yo'lda boshdan kechirgan mashaqqatlari, ochlikdan sillasi qurib tabiatning turli ne'matlaridan tatib ko'rishlari, atrofdagi hayvon va qushlarni tutib yeyishiga urinishi juda ta'sirli va aniq tasvirlanadi. Ortga qolgan yo'lovchini Jek London negadir nomlamaydi, oddiygina qilib odam deb qo'ya qoladi. Bu bilan adib nima demoqchi bo'lgan? Balki muallif mana shu birgina obraz misolida butun insoniyatning matonatini, sabr bardoshini bermoqchi bo'lgandir. Odatda Jek London asarlarida oltin izlovchilar, oltinni qo'lga kiritish yo'lida turli mashaqqat va sarguzashtlarga duch kelgan insonlar taqdiridan hikoya qiladi. Hayotga muhabbat hikoyasining ikki qahramoni ham kerak manzilga yetib boradi. Xaltaralarga keraklicha o'zlari ko'targuncha, kuchi yetguncha oltin solib olgan ikki kimsa. Shu ikki inson oltin bilan sinaladi. Hikoya mazmunida inson uchun bu olamda oltindan ko'ra muhimroq narsa, ya'ni tirik qolish, halovatda yashash va o'z maqsadiga erishish yo'lida tinimsiz intilish muhimligiga doir fikrlar mujassam topgan. O'zi istamagan holda Billdan ajralib qolgan. Yo'lovchi olib kelayotgan zil-zambildek oltinlardan sal yarmini, keyingi safar hammasini tashlab boradi. Yo'lovchi bir manzilga yetganida uni tashlab ketgan sherigi Billning oltin solingan xaltasi va bo'rilardan go'shti qolmagan tozalangan suyaklariga duch keladi. Hamrohini yolg'iz tashlab ketgan, oltinga muhabbat qo'ygan odamni qanday ayanchli oqibatlar kutib turganini kitobxon ko'rib, to'g'rilik, sadoqat, insof kabi bebaho insoniy tuyg'ular ustida mulohaza yuritadi. Yozuvchi tiriklik qadriga urg'u berish uchun o'lim yoqasiga tushib qolgan qahramonni turli to'siqlarga uchraydi. Kimsasiz sahro, suv, ko'lmak, ayiq, bo'ri bular yo'lovchiga muhabbatni oshirish uchun vosita vazifasini bajaradi. Yo'lovchi yo'lida davom etib to'siqlarga duch kelganida siz ham o'zingizni go'yoki u bilan birga his etasiz. U juda charchagan, lekin sira o'lgisi kelmas edi. Hayoti so'nib borayotgan tinimsiz aksa urib yo'talgan kasal bo'ri odamga ergashib yuribdi. Kasal bo'rining quvvati ketgan, hujum qilishga madori yo'q. Bo'ri odamning harakatsiz qolishini, o'limini kutardi. Adib o'quvchiga o'lim va hayot chegarasida yurgan odam bilan bo'rini qiyoslashga imkon beradi. Odam bo'rini, bo'ri esa odamni yeyishga tayyor. Biroq har ikkolovida ham mador yo'q. Shuning uchun uncha uzoq bo'lmagan masofadan ko'ziga ko'rinib turgan dengiz va undagi kemaga yetib olish uchun harakat qiladi. Bir mahal ko'zi ilinganda och, kasal bo'ri tishlarini uning qo'liga botira boshlaydi. Odam bo'rining jag'iga yopishadi. Kuchi yetmasligini bilgach, u tishi bilan bo'rining tomog'iga yopishadi. Odam g'olib keladi. Hikoya tugashiga g'alati maxluqni kit ovlovchi ilmiy ekspeditsiya a'zolari o'limdan qutqargani bayon etiladi. Jek Londonning mahorati shundaki, hikoyadagi harakatlanayotgan qahramoni terisidagi har bir narsa predmetni, jonli va jonsiz narsalarni, yemish uchun turli o'simlik, mayda baliqchalar va hasharotlarni tatib ko'rayotgan odam holini juda real va aniq tasvirlaydi. Xulosa qilib aytish mumkinki, har kim o'zini ushbu hikoya qahramoni o'rniga qo'yib ko'rishi tabiiy. Shu ma'noda Jek Londonning mazkur asari o'quvchida tinch xotirjam hayot to'g'risida o'ylantiradi. Ko'nglida ezgu hislar kuchayishiga yordam beradi. Sizlarga ushbu kitobni o'qishni tavsiya etaman.